Men sizlarga ovqatlarni o'ringlar dedim-ku, nima o'tiribsizlar? Sovib qoladi bo'lmasa ovqat. Nima hammang xafa bo'lib o'tiribsan? Bir oylik chiroyli ovqat bo'lgan-ku, tavba. Tuzi ko'p bo'ptimi? Yo'q. Masallig'i bilan suv kam bo'pti. Kelin, yig'lamang. Ajoyib ovqat bo'lgan. Faqat ingredientlari kam bo'lganda bu nima? Murchni ber. Mana murch bo'ldi. Ana. Keyin mana suqarakdan ber bolam. Mana ozgina bunga suqarak tashlash kerak. Sizlar ovqat yeyishni bilmaysizlar. Qatiq chiqadi. Ta'mini buzib qo'yamiz bolam. Mana pomidor beramiz. Bodring. Chim solamiz bolam. Bu buni qanday ovqatdan yemaganmiz bizlar? Armiyada paytim ayniqsa pryanik qilsak bo'ladi. Mana mayizdan beringlar. Hoppa. Suyungarga qanaqa? Hopps. Sizlar ovqat yeyishni bilmaysizlar bolalar. Ana. Mana ajoyib molga ovqat bo'ldi. Mana olib borib ber qani. Kelin, mol uchun zo'r ovqat pishiribsiz. Endi bizlarga ham bitta pishirib olsangiz zo'r bo'lib ketadi, bolam. Dadam reanimatsiya qilib ovqating qutqarmoqchi bo'ldi, lekin joni uzilib bo'lgan ekanda, vaqtida. O'lik kelgan ovqat ekan, bolam, endi biz qutqara olmadik.